Bagema 00 har doimgidek kerakli vaqtda, kerakli joyda, kerakli skidkalar bilan start beradi. Qurbon hayiti ayyomi munosabati bilan hamma uyda qo'ylarni qurbonlik qilsa, biz Bagema 00 do'konimizda sizlar uchun do'konimizdagi 90% tovarlarni qurbonlik qilib yubordik. Endilikda shu stolda ko'rib turgan katta va kichkina razmerdagi pechonitsalarimizni $1 dan boshlab $4 gacha xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Bu hali hammasi emas, faqatgina pechonitsani da'vatkalar uchun. Sizlar uchun 4-5 xil modeldagi fojilarimizni ham $1 dan skidkaga qo'yib yuborganmiz. Hozir $1 ga nima berardi? Dishvoy narsa qo'yayotgandir deb o'ylayotganlar, ko'rib qo'yinglar qanaqa chiroyli asal modeldagi pechonitsalarimizni $1 dan qo'yib qo'yganmiz. Bu pechonitsaga nafaqat pechonitsa, bundan tashqari hayit ayyomida dasturxoninglarni ko'rki bo'lgan chakchaklarni ham shunaqangi asal qilib doda qilib terib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari gilos deysizlarmi, qulupni deysizlarmi, meva, cheva hamma narsa ketaveradi. Assortilarni ham aylantirib terib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yo'q endi o'zingizlarning fantaziyalarga bog'liq. Skidka qilib berish bizdan, sotib olib xarid qilib, kerakli joylarda manfaatli qilib ishlatish sizlarda. Qurbon hayiti ayyomi bilan hammalarni tabriklab qolaman. Qurbonligiga marhamat, skidkalarga ulgurib olinglar.